Yana bir tong. Har doimgidek soat 7:13 bo'libdi. Ha, bu judayam kech deganim. Aslida olganda men 5:30 yoki 6 da turishim kerak edi. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Meni urishadigan odam yo'q, chunki men shaharga ketgan va hammaga salom, sizlar bilan men Reddima va yangi videoyimda ko'rishib turganimdan xursandman. Xullas, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar yigitlar, chunki men tezroq 2000 obunachiga erishishim kerak va ekinlarni ham tezroq olib olaman, chunki sababi agar juda ham ko'p muddat tursa, bular nima desam bo'ladi, zarar yeyishi mumkin, ya'ni qurtlar tushib ketishi mumkin. Hozir svejligi paytida qurtlar tusha olmaydi, shu uchun. Va uncha ekinlarga qarashni yoqtirmayman, sababi bu juda ham ko'p vaqt oladi va juda ham qiyin. Xullas, sizlarga aytsam, men yaqinda ekin ekishni boshladim. Bundan taxminan 2 hafta avval umuman ekinlar ekmasdim va ekishga ham qiynalayapman. Mana ko'rib turganingizdek, ekishga ham juda ham qiynalayapman. To'xta, men axir bo'ldi, kartoshkani narigi tomonga ekkandim. Tushunarli, bu safar ham ekinlarni olib bo'ldim va menga hech qanday pochta kelmaganmi? Yo'q, kelmagan. Axir kimdan ham pochta kelishi mumkin menga? Bu narsalarni esa mana bu yerga solib qo'yaman yaxshisi, chunki bu yerda yegulik narsalar turadi va mana bu ketmonni ham bu yerga solib telefonimni olaman, chunki telefon har ehtimolga qarshi kerak bo'ladi, chunki yozadigan tanishlarim ko'p va hozir men bir joyga borib kelishim kerak. Sizlarga yangi narsani ko'rsatmoqchiman, ya'ni garajni ko'rib turganingizdek bu yerda mashina bor. Bu mashinani men yaqinda sotib olganman. Sizlarga aytsam, to'g'risi nimagadir ko'rsatgim keldi hammaga va mening shu mashinam, ammo hozir benzini yo'q. Benzini bo'lganda edi mazza qilib haydagan bo'lardim, ammo benzini yo'q. Mayli, yaqinda benzin zakaz qildaman yoki o'zim shaharga borib olib kelaman. Aslida men shaharda yashayman va ta'tilda qishloqqa ko'chib keldim. Sizlarga aytsam, men nima desam bo'ladi, hozirda maktabni bitirgan. Tushunmadim. Yordam kerak. Menga yordam. Bu nimasi? Tezroq yordam beringlar. O'rmonga kel. Menga yordam ber, iltimos. Tushunmadim, axir radioda bunaqa ovoz nima qiladi? Axir buni hech kim eshitmayapti, faqatgina menga kelyapti. Nima? Bu qanaqa ahmoqgarchilik? Radio butun dunyoga, ya'ni butun shaharga tarqaladi, ammo bu esa faqat menga kelyapti. Qanaqasiga? Bu qanaqa hakkerlik bo'lishi mumkin? Tushunmadim. Umuman axir radioni hamma eshitadi, lekin bu faqat menga kelyapti. Yana qo'rqinchli ovoz, menga yordam ber va o'rmonga kel. Tushunmadim, bu qanaqa ovoz bo'lishi mumkin? Tezroq bir nima qilish kerak. Menimcha do'stimning oldiga bormasam bo'lmaydi. Axir nima bo'lsa ham yo'q, do'stimga aytsam u ham qo'rqishi mumkin. Avval buni aniqlashtirib, keyin unga aytishim kerak. Aniqlashmasdan turib unga aytib bo'lmaydi. Balkim bu oddiygina hazil bo'lishi mumkin, ammo hozir boyadan beri kutib o'tiribman, lekin hali hech kim gapirgani yo'q. Bir marta gapirgandan beri boshqa gapirmadi. Menimcha do'stimni chaqirib kelaman. Agar ovoz eshitilib qoladigan bo'lsa, unga ham aytishim kerak. Menimcha u ishonmaydi, chunki bunaqa narsalarga do'stim umuman ishonmaydi va ishonmasa ham kerak. Shunda ham aytib ko'rishim kerak do'stimni. Voy, Max, uydamisan? Max? Reddi, keldingmi? Ha, keldim. Ketdik. Qayoqqa? Men uyimga. Yo'q, unda ham muhimroq ishlar bor, yur menikiga. Nimaga? Radiodan qanaqadir g'alati ovozlar eshitilyapti. Nima deysan? Qani yurchi? Yur, ko'rsataman senga. Radiodan qanaqadir menga yordam ber, o'rmonga kel degan ovozlar eshitilyapti. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga bo'lishi mumkin emas? Axir radioni hamma eshitadi-ku, faqat senga aytmaydi-ku. Ha, to'g'ri. Radioni hamma eshitadi, lekin bu faqat menga kelyapti. Qayerdan bilding? Meni radioyimda ko'rsa bo'ladi. Qani eshitaylikchi? Boshqa kelmayapti. Bir marta shunaqa ovoz keldi va boshqa umuman kelmadi. Demak sen meni laqillatyapsan, shundaymi? Seni laqillatishimdan nima foyda? Bilmadim. Lekin menga ishon, axir balkim kutib turarmiz. Farqi yo'q. Men ertaga do'konga borib kerakli narsalarni olaman. Aniq olmasam bo'lmaydi. Menga yordam bering. Bu yana nimasi? Yana o'sha ovozmi? Nima deyapti u? Axir 27-qishloqning yonidagi o'rmondaman. Nima? 27-qishloqning yonidagi. Madam, u bizni qishloqni aytyaptimi? Stop, soat 9. Yo'q, soatim esdan chiqqan shekilli. Chunki hozir 3. Iltimos, 27-qishloqning yonidagi o'rmonga Nima? kel.
Tak, stop, tushunmadim, bu qanaqasi axir? Nima bu? Nimaga aynan bizni qishloq? Nimaga aynan menga aytyapti bu? Svetni yoqamas. Axir bu aynan menga aytyapti, chunki bu yaqqol sezilib turibdi. Agar boshqalarga aytganda televideniyega, radioga umuman bunaqa narsa tarqatmaydi. Chunki radioni yosh bolalar ham eshitishi mumkin. Bu faqat menga kelyapti, bu aniq. Tezroq chiq, Max. Ahmoq, tezroq chiq, uxlayvermasan. Nima deysan yarim kechasi? Yana onaqa ovoz eshitilyapti. Nima? Meni ahmoq qilma. Yur, tezroq ko'rsataman senga o'zim. Uyqumni ham buzding. Lekin bu yerda qandaydir g'alati narsalar bo'lyapti. Meni ham tushungin, iltimos. Tilim ham kelishmay qolyapti. Ahmoqsan-da, ahmoq. Shunaqa narsalarga ishonasanmi? Radioni otib yubor. Nimaga otib yuboraman? Axir bu narsani oxiriga yetmagunimcha endi qo'ymayman. Ahmoq ekansan. Men ketdim. Hozir kelaman. Yana ketib qoldi. Menimcha hozir kelsa kerak. Chunki hozir kelaman deb ketdi. O'rmonga boramiz, xullas narsalarimni olishim kerak. Hozir u keladi va men unga aytaman o'rmonga boramiz deb. Chunki o'sha aynan radioda aytilgandek, radioda 27-qishloqning yonidagi o'rmonga kel deb aytilyapti va men tushunishim bo'yicha bu bizning qishloq. Ya'ni bizning qishloq 27-qishloq. Va soatni ham olib olishim kerak, nimagadir olgim keldi. Va tak, stop, men bu yerdan narsa olishim kerak. Bu yerdan bitta narsa nima olaman bu yerdan? Balkim sumkani olarman. Yo'q, sumka ham kerak emas menimcha, chunki bu yerda soladigan narsani o'zi yo'q. Va albatta, Iltimos, menga yordam ber. 27 yana qishloqning eshityapti. yonidagi o'rmondaman. Tashlandiq uyga kel. Iltimos, ular meni o'ldirishmoqchi. Iltimos, yordamga Nima? kel. Yana anavi keldi. Eshitdingmi? Nimani? Yana gapirdi. Yo'q. Voy, nimaga aynan tushunmadim, menga xat kelibdi. Qanaqa xat yana kechasi? Bilmadim. Tezroq 27-qishloqning yonidagi o'rmonga kel. To'xtab tur, o'qib olay. O'qib yuraver. Ha, mayli. 27-qishloqning yonidagi o'rmonga kel. Tashlandiq uyda ular meni o'ldirishmoqchi. Nima? Qanaqasiga u odam kelib menga xat yozib ketishi mumkin? Juda ham g'alati. Axir u agar tashlandiq uyda uni kimdir o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa, qanaqa qilib menga xat yozishga ulguradi? Bilmadim, bu prank bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Ha, lekin bu darajadagi prank. Axir radioga ulanish juda ham qiyin. Va u faqatgina radioga ulanib menga gapira olyapti. Bu juda ham katta hakkerlik. Ha, to'g'ri. Qishlog'imizda unaqa hakkerlar yo'q, a? Qishlog'imizda umuman hakkerning o'zi yo'q. Oho, tushunarli. Bu yerdan kimdir yugurib o'tib ketdi. Nima? Kim? Bilmadim, kimdir yugurib o'tib ketdi. Kimdir, yur tezroq ko'rishimiz kerak. Yur, ketdik. Qayoqqa qarab yugurdi? Mana bu tomonga. Tezroq. Qani? Bilmadim, yo'q bo'lib qoldi. Axir to'xta, bu atroflarda bo'lishi kerak. Hech kim yo'q. Bilmadim, shu atrofda bo'lishi kerak-ku axir. Hozirgina ko'rdim. Yana yugurdi. Lekin ammo yo'q, nima qilamiz? Bu yerdan tezroq ketish kerak menimcha. Balkim ertaga kunduzi kelarmiz. Gaping ham to'g'ri. Ketdik unda tezroq. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Biz ham o'lib ketishimiz mumkin. Chunki men 2 marta kimdir yugurib o'tganini ko'rdim. Yana qop-qora kiyimda edi va g'alati qo'lida narsa bor edi. Nima narsa? Bilmadim, xuddiki boltaga o'xshash. Ha, tushunarli. Bu tomondan yursang bo'lmaydimi? Hech qisi yo'q, tezroq bo'l faqat. Ha, mayli. Ammo buni oxirigacha bormaganimiz yomon bo'ldi. Afsuski, ha, mayli, kechasi borish g'alati. Shuning uchun kunduzi borganimiz ma'qul. Gaping to'g'ri. Mayli, unday bo'lsa men tezroq uyimga ketishim kerak. Nimaga? Meni uyimda qolsang bo'lardi. Yo'q, men ketdim tezroq. Mayli, sog' bo'l, ertaga gaplashamiz. Ha, mayli. Men juda ham qo'rqyapman va qiziqyapman bir tomondan. Tushunmadim, eshikka nima bo'ldi? Bu pochtani joyiga solib qo'yamiz va albatta yo'q, buni qo'limga olganim yaxshi, chunki ertagacha yo'q bo'lib qolishi mumkin. Ha, svetlarni hozircha yoqamiz va mana bu narsalarni joyiga solib qo'yamiz. Buni soatni joyiga qo'yib, buni to'g'irlab ham bo'lmaydi. Hali ham 9 da turibdi. Nimagadir buzilib qolgan shekilli. Aslida esa soat hozir примерно 3:30 bo'lishi mumkin. Xatda esa iltimos menga yordam ber. 27-qishloqning yonidagi o'rmonga kel. Ular meni o'ldirishmoqchi deb yozilgan. Men umuman tushunmayapman, aqlimga ham sig'dira olmayapman. Axir qamalib o'tirgan odam qanaqa qilib menga xat yozishi mumkin? O'lim yoqasida turgan odam qanaqa qilib menga xat yozib ketishi mumkin? Umuman g'alati. Men do'konga borib kelishmasam bo'lmaydi, chunki o'zimga kerakligini to'xta, bu o'rmonda ertaga borarmiz. Ha, mayli, lekin men bu o'rmonga juda ham borgim kelyapti. Ha, ertaga tongda boramiz. Hozir esa men do'konga borib kelishim kerak.
taksi-stop. Hozir kechasi do'konni hech kim ochmaydi. Shu sababli ertaga tongda boraman. Agarda uxlab qolmasam, chunki kechasi yarim men ko'chada yuribman. Hamayli uxlash kerak. Lekin uyqum ham kelmayapti. Hamayli uxlab qolarman. Yigitlar, menda yomon xabar bor. Ko'rib turganingizdek, bugun yana kech bo'ldi. Chunki men kechgacha uxladim. Ishonish qiyin, ammo kechasi bilan ko'chada yurganim sababli mana shu paytgacha uxlabman. Bu juda ham g'alati. Hamayli, men o'zimga kerakli narsalarni oldim. Magazindan, ya'ni uyimdan ham olib olishim kerak. Mana buni hammasini olamiz. Chunki hammasi har ehtimolga qarshi menga kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar kimdir menga tahdid qilsa, urishish uchun va yerlarni kazlash uchun kerak bo'lib qolishi ham mumkin. Men o'zimga kameralar oldim. Kecha do'stim aytganidek, kimdir yugurib o'tdi degandi va aynan o'sha yerga men kamera o'rnatmoqchiman va kamera o'rnatib u yerni kuzataman. Kim yugurib o'tdi, nimaga uchun yugurib o'tdi va qayoqqa ketdi. Xullas, hammasini kuzatish uchun kechagi joyga kamera o'rnatmoqchiman. Ammo kechagi joy qayerda edi? Adashmasam bu tomon dedi. Ha, mana shu tomonga yugurib keldik va do'stim xuddi mana shu yerda aytdi, kimdir yugurib o'tdi dedi. Demak, men pastroqqa kamera qo'yishim kerak albatta. Sizlarga aytsam, men juda ham qo'rqaman. Chunki kechki payt, ya'ni bunday o'rmonda yurish juda ham g'alati. Yana bir o'zim mana bu yerga kamerani qo'yamiz va bu atrofda hech kim yo'q. Mana bu yerda esa menimcha bo'ldi. Ketsam ham bo'ladi. Uyga borib bitta kamerani qo'yganim yaxshi bo'ldi. Boshqalarini qo'yishim. Qayoqqa ketyapsan? Kim bu? Kim gapirdi? Nima? Axir sizlar ham eshitdingizmi? Kimdir qayoqqa ketyapsan dedi menga. Xo'p, monitorni tezroq kuzatishim kerak va nimagadir ishlamayapti. Ha, bo'ldi. Bu yerda hech kim yo'q. Ha, aytali hech kim yo'q bu yerda. Lekin menga kimdir qayoqqa ketyapsan deb aytdi. Qayoqqa, yigitchi? Nima, yana eshitdinglarmi? Bu nimasi axir? Atrofda hech kim yo'q, lekin kim gapiryapti? Yo'q, umuman g'alati. Ketkim kelyapti, ammo qiziqib ham ketyapman. Nima qilsam ekan? Axir kimdir menga qayoqqa ketyapsan deb aytayapti va g'alati ovozda. Ha, g'alati ovozda aytayapti menga. Va men mana bu yerga chiqib atrofda hech kim yo'q, yashirinib aytishga ham, ammo Sen ham o'ylasan. yo'q. Yigitlar, ikkinchi qismini ko'rish uchun albatta kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosing. Ikkinchi qism tez kunda chiqadi. Hammaga xayr.